navbatdagi mijozimiz 4 kundan kelibdi. Rushnoy pakaz bor ekan. Shappati buzilib qolibdi. Shuni shotga ishlatib beramiz og'amizga. Xolasa paykamiz ishladi. 4 yildan keyin mijozimizning ishlarini bitirib berdik. Shappatini uzatib ishlatib berdik. Ya chekamiz ishlar ekan. Rahmat sana qo'lingdan. Istab beraman ava. 4 yilcha ustalar, 1-chi ustalar, pachalar gelib 4 yildan ham bu odamlarni ishlatib berdik biza o'tib. Kim bizning ishlarimiz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizlarga bog'lanaversa, rushnoy utuk, reyskanlik ropchasi, katta payka farq yo'q. Chiqaverasizlar. Sağ olasınlar.